Bugungi videoda biz unutilayotgan Minecrafterlar haqida gaplashamiz. Qanunda biz videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz bu Sancho Kras. Sancho Kras ketganiga ham aynan 1-2 yil bo'lib qolyapti, lekin aynan 1,5 yil bo'ldi. Ya'ni Sancho Kras 1,5 yildan beri kontentni qilgani yo'q. Sababi o'zlarining ishlari bilan va boshqacha ishlar bilan yuribdi. Shuning uchun ham albatta Sancho Kras ketgan va o'zi uchun ham mana shuni nima qilgan va albatta 230 ming obunachi edi. Hozir 221 ming obunachiga tushib qolibdi. Va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Yasiko Uz bolalar. Mana Yasiko Uz ham anchagina ketgan, lekin hozir qaytgan. U videosini ham qo'yganiga aynan hozircha 2 oy bo'ladi. Agar yana Yasiko ham menimcha ketgan bola, menimcha unchagina video qilmaydi bola. Yasiko ham uni bilasizlar, lekin unchagina ketgan deb o'ylayapman. Bola 2 oydan beri hali ham yana kontentni chiqargani yo'q bolalar. Va bizning 3-youtuberimiz bu Readruk bolalar. Bu ham aynan old Minecrafter bolalar. Minecraft videolarni chiqarganiga ham 9 kun bo'ldi. Lekin hali ham ancha bo'lib qoldi bolalar. 1 yil Readruk qaytaman degan, lekin anchagina qaytmagan bolalar. 1 yil oldin aytgan edi, lekin ham qaytmagan. Va bizning 4-youtuberimiz bu Reker. Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Reker obunachilar videoga xush kelibsizlar. Shu so'zlarni eshitmaganimizga ham 1 yildan oshibdi. Bola 1,5 yildan beri Reker aynan kontent qilgani yo'q, sababi hozircha uni ishlari bor. Shuning uchun ham albatta Reker kontent qilgani yo'q. Lekin bola albatta Reker qaytib qoladi, sabab Discord serverida ham aynan o'zi aytgan. Sababi 2026-yilda albatta qaytaman degan va biz albatta Rekerni ham qaytishini kutib qolamiz va albatta biz Rekerga ham omad tilab qolamiz bolalar. Reker ham albatta bolalar qaytib qoladi va boshqa youtuberlar ham albatta qaytib qolishi mumkin bolalar. Iltimos bizning kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa ma'lumotlarni bilib olishinglar uchun. Va biz 3 ga obunachi yig'ishimiz kerak. Shuning uchun ham bizning kanalimizga albatta obuna qo'shishni esdan chiqarmanglar bolalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.